Assalomu alaykum akalar. Xudo xohlasa sizlar bilan bugun Xitoyda tarag'ini qanaqa otishimizni o'rganamiz. Podpiska like bosib qo'yinglar akalar. Odamdan yaxshilik qoladi. Hozir buni chachib olamiz endi. Akalar tarag'imizni ham chaqib oldik. Mana ko'rishingiz mumkin. Katta aytib, endi bu katta tishini ochishni boshlaymiz, katta anaqasini. Xudo xohlasa. Akalar bitta mana stanok olasizlar, ko'rishingiz mumkin. Mana yoqqa bag'aga tosh tushadigan qilib olasizlar, to'kiriga borib. Akalar tishda otish anaqasi bitta to'g'ridan bitta urasizlar, bitta uklon qilib urasizlar. Mana qilib bitta tishda ovora orasizlar, zavadskiy otishini bitta ovora orasizlar, bitta to'g'riga bitta uklon qilib urasizlar, bitta to'g'riga bitta uklon qilib mana qilib ochib orasizlar. Akalar xudo xolasa mana tishlar ko'rishingiz mumkin, ochib oldik. Oxiriga kelganda akalar bitta tishni o'tkazib orasizlar, o'zi zavadskiy otish kuyib qoladi, bitta tishni o'tkazib orasizlar. Mana bu tayyor ochilganida, mana ko'rishingiz mumkin, zo'r tushyapti bir-biriga. Endi mana kichkinani ochishni o'rganamiz, xudo xolasa sizlar bilan. Mana qilib tozalab olamiz buni keyin. Ariqcha qilib olamiz. Bu tomonga ham qo'shamiz endi. Bunday qilib ariqcha qilib olib, mana shuni orasini endi svarka bilan quyib chiqamiz. Ariqcha qilib olsanglar yaxshi bo'ladi, mustahkamroq bo'ladi. Tekis tomondan bunday urib qo'ysanglar, unda nozik bo'lib qoladi. Ariqcha qilib olgan yaxshiroq. Akalar mana svarka qilib oldik, ko'rishingiz mumkin. Endi bundan ovoramiz oshchasini kesib, 1,5 santimetrni qog'izib, qo'yanni ovoramiz. Akalar mana tozalab tishlarimizni ulab oldik. Endi bunga xuddi monga o'xshatib tish ochamiz akalar. Xuddi shunday. Razmeri mana shuncha qo'shiladi. Taxminan chiqarib olasizlar. Akalar mana kirasib olasizlar, kirasib olsanglar tishlarni chizib olganinglardan keyin yaxshiroq ko'rinadi. Keyin mana qilib ochib chiqarasizlar. Ichi uklon bilan. Akalar mana tishlarimiz ham tayyor bo'ldi, ko'rishingiz mumkin. Zo'r tushyapti bir-biriga. Endi buni teramiz, xudo xolasa. Akalar mana terib oldik, taraqlarimizni ham ko'rishingiz mumkin, hamma yo'q chotki oldi. Endi buni ishlatish ko'ramiz endi sizlar bilan. Umuman luftlar yo'q akalar. Hammasi chotki ishlayapti. Mana xizmatlar kerak bo'lsa akalar, aloqa chiqarasizlar o'zimizga akalar. Men bitta joyga borganimda shuni $1000 o'rgataman degdi. Oddiy mana taraq tishini ochib berishdi. $1000 o'rgataman degdi. Va xudo xolasa sizlarga g'irt tekinga o'rgatib qo'yapman. Like, podpiska ham beringlar akalar.